Короче говорят, 2 kundan buyon menga oyijonim barmog'ingizni ham qimirlatmang, o'zim kelib tozalayman deb aytadilar, lekin bugun chidolmadim. Men shu kapsuladan ishlatib ko'rmoqchi bo'lib, eng kir pijamamni topib oldim. Bu duo holati edi. Shu kapsuladan foydalandim deb kirmoshimga qo'yib yubordim. Uni ko'pirishini qaranglar, qizlar, hidi shunaqa zo'r ekan. Вообще butun bir uyimga hidi chiqib ketdi deb. Posli holatini qaranglar. Oppoq bo'ldi, do'ni qaranglar-da, endi poslini qaranglar. Men bir umr do posli qilib qarab o'tirardim bu rezultatni ko'rib. Keyin birdaniga Robaklin suviga ham shu kapsulani qo'ydim deb polni uylarimni pilisos qilib chiqdim. Va gilamlardan shunaqa zo'r hid kelyapti. Ichida o'ylar kir bo'lsa ham, zato ko'pirgan. Keyin yumoshim ichida qolmagan ekan. Yumoshimga ham mana shu kapsuladan bo'shatdim-ku. Vau! Keyin hamma yoqqa sepib chiqdim. Shunaqa ham приятный hid keldi uyimdan. Umuman uydan chiqqim kelmay qoldi, ishonasizlarmi? Oshxonalar, pardalar hech qayer qolmadi. Keyin qarasam